Ha, kelyapti. 110. Ana ko'rdingizmi? Aytdimmi? Umra yo'llanmalari bugun mehribon farzandlarni oldindan Işte, bilmas. va kimga achalarga Kulganlaringmi? achalarga osh yesa sizlardan harakat va Allohdan bo'ladi. Mana shu xonadonga ham yaxshi niyat qilib hamma bilib Xushbo'y rayhonim onam, ko'ngli sayxonim onam, ishonganim, ishonchim, jon onam, jonim onam. Baxtimga sababkorim, suyanchim, madadkorim, g'am kelsa xaloskorim.